Assalomu alaykum. Men Shahnoza, Namangan viloyatidanman. 2 yil oldin sag'ir diabetga qarshi amaliyot qildirgandim. Toshkent shahridagi Gipokrat klinikasida oshcha vazn tufayli sag'ir diabet ikkinchi tip bo'lib kasal bo'lib og'rigandim. Juda ham harakatlarim cheklangan, qiynalgan bo'lganman. Hamda iltimos qilganman shu doktorimizga meni operatsiya qilishlarini. Gipokrat klinikasi xodimlariga, barcha doktorlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir mana vaznimdan ketdi, sag'irdan qutuldim, Allohga shukr. Juda ham yaxshi sog'lom hayot yashayapman. Doktorimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Farzandlarimni oldiga sog'lomligini qaytarganlari uchun, menga ko'mak berib, men uchun harakat qilganlari uchun juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hamisha qo'llar dard ko'rmasin. Mendaqa bemorlarga tavsiya qilardim, qo'rqishlari kerak emas. Sog'lom hayotga qadam qo'yishlari uchun inson bitta fikrga kelib, o'zlari uchun bir qadam qo'yishni bilish kerak deb o'ylayman. Men hech ham afsuslanmayman bu narsadan. Rahmatlarimni aytaman Gipokrat klinikasiga hamda doktorimiz Tirakiga. Katta rahmat.